Türkiye'de yaşayotgan Uyg'ur Maryam Sultan Xitoyning 4 yildan buyon Sharqi Turkistondagi oilasi bilan ko'rishishga cheklama qo'yganligini, bu jarayonda faqat 2 qitim ularning kontroli ostida silliq ko'rishishga ruxsat qilinganligini aytdi. Maryam Sultan 10 yil ilgari oliy maktabda o'qish uchun Turkiyaga kelgan bo'lib, hozir Anqarada aspirantlik o'qish bilan birga xizmat qilmoqda. 2017-yil 3-oygacha uning uydagilar bilan bo'lgan aloqasi normallashgan bo'lsa-mu, shu vaqtdan boshlab o'zining tuyuqsiz onasi bilan aloqalashmaganligini, keyincha onasining boshqa nomerdan telefon qilib, uningdan telefon qilmaslikni talab qilganligini aytdi. Shu chog'larda uning atrofidagi nurg'un Sharqi Turkistonlik o'quvchi o'xshash ahvolga duch kelgan bo'lib, oilasi bilan aloqalashamaydi. O mundaq dedi. Bir necha oydan keyin tunji qitim yig'ilish lagerining xabari chiqdi. Bu lagerlarning mavjudligidan lagerga qamalgan va Qozog'iston hukumatining aralishi bilan qo'yib berilgan va Xitoy sirtiga chiqqan qozoqlarning oshkorlashi bilan xabar topdik. Shuningdan boshlab chet elda tuqqudi bo'lganlar, chet el bilan pul muomala aloqasi bo'la, Uyg'ur tarixi va madaniyati tadqiq qilganlarning hammasi 200 limichi deb atilib lagerlarga qamalishga boshladi. Fransiya axborot agentligining xabariga qaraganda, Xitoy jamoat xavfsizlik ministerligining muavin ministri Sun Lijunning vazifasidan ilib tashlanganligi va tekshirayotganligi ma'lum bo'lgan. Intizom va qonunga og'ir darajali xiloflik qilish bilan ayblangan yuqori darajalik amaldor ustidan qilingan arzining Markaziy hukumat intizom tekshirish hay'ati tekshirish taftish mahkamasi tomonidan qabul qilinganligi o'tirg'i qo'yildi. Uchurlarga qaraganda, Sun Lijun 19 fevral Wuhan shaharlik jamoat xavfsizligi idorasiga berib, Xitoy virusining manbasi bo'lgan Xubey o'lkalik partiya hukumatining kotibi bilan bo'lgan xizmatni tekshirgandan keyin tuyuqsiz qo'lga ilingan. Egilinishcha, Sun Shanxay shaharlik tashqi ishlar ishxonasining muavin mudiri, jamoat xavfsizligi ministerligining muavin ministri, ministerlik partiya komitet a'zosi, ishki bexatarlik idorasining boshlig'i, Hong Kong va Tayvan ishlari ishxonasining boshlig'i qatorliq muhim o'rinlarda vazifa o'tagan bo'lib, uning tekshirilishi balkim Xitoyning virus manbasining oshkorlanib qilish andisisining muhim ishorati deb qaralmoqda. Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler partiyasidan bo'lgan a'zosi Tom Cotton yangi tipdagi Xitoy virusining tarqalish manbasining isbotlarining Wuhandagi tajriba hollarni ko'rsatib berganligini, ammo Xitoyning yo'shirinishga urinishidan aniq yakunga erishgili bo'lmaydiganligini yozdi. Cotton Volkochisi gazetida e'lon qilgan maqolasida Xitoyning Wuhan virusini Wuhandagi suv mahsulotlari baqmachilik bozoriga borgan kishilarda ko'rilganligini aytganligini, ammo tunji deloning baqmachilik bozoriga xelali yiroq bo'lgan rayonda va bu bozorga borganlar bilan aloqalashmagan odamda bayqalganligini o'tirg'i qo'ydi. U yana virus ko'p uchraydigan pangolin va shaparangning Wuhan bozorida sotilmaydiganligini ko'rsatdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning operatsiya qilinganligi va o'lim xavfida ekanligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika simliq televiziya to'rining xabarida amerikalik bir amaldorning so'zi naql qilinib, Kim Jong Unning operatsiyadan keyingi ahvolining intayin xatarlik ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Yana bir amerikalik amaldor uning salomatligi bo'lgan andisining to'g'ri ekanligini, ammo qanchalik og'irligining aniq emasligini o'tirg'i qo'ydi. Yana bir tarafdan Koreya prezident mahkamasining bayonotida bir mezgildan buyon ommaviy so'rovlarga chiqmagan 36 yoshli Kim Jong Unda bir kasallik alomati yo'qligi bildirildi. Xitoyning Wuhan shahrida Xitoy virusi bilan yuqumlangan va 2 oy davolanib saqaygan yurak kasalliklari doktori Yi Fan bilan suydik yo'li kasalliklari doktori Hu Weifengning tan rangi qardab ketgan. Xitoy mutaxassislar bu virusning jigarga bo'lgan zini sababli bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Egilinishcha, bu 2 doktor 18 yanvar yuqumlangan bo'lib, 2 oy davolangandan keyin saqaygan, lekin bir mezgildan keyin rangi qardab ketgan.
Hafta oxirida Kanadaning sharqi janubidagi Nova Skotiyada yuz bergan qurolli hujumda hayotidan ayrilganlar soni 23 ga yetdi. Kanada xon jamiyati soqchilari Nova Skotiya qismining yozma bayonotida Gabriel Gurutman ismli hujumchining 18 aprel shanba kuni boshlagan va 19 aprel yakshanba tushgacha davomlashgan hujumida jami 23 kishining qazo qilganligi bildirilgan. Hujum qiluvchining soqchilar bilan bo'lgan to'qinishda qazo qilganligi yozilgan bayonotda voqeaning Portafit, Wentworth, Debert, Shobin-Nakadi, Milford va Enfield qatorliq 16 o'xshamagan o'ltiraq rayonida yuz berganligi aytilgan. Hujumga munosabatlik izlash, qutqizish va dalil isbot to'plash tadqiqotining davom qilayotganligi bildirildi.